Bu gilamimiz Samarkand sak gilami. Gülleri börtüp işlengen akrel ipek gilam boladı. Hamma razmerlerinden var. Saçaklar ham kichkina bo'ladi. Oq bilan siyri молочный svetlar aralashgan. Arkalarına dokunuşlarını görüşünüz mümkün. Yumuşak. Saçaklar ham miyda bo'ladi. Kalın bu gilamni. Bu gilamimizin kvadrat metrleri 180 ming so'm, 200 ming so'mdan. Yangilar arafasi bo'lgana baholarni arzonlatdik xalq uchun. Xalqimizga sifatli gilamlardan taklif etamiz. Zakaz bersangiz dastavka qilib beramiz. Xudo xolasa pullarini aytaman. 3'e 5'likini pulu 2 milyon 100. 4'e 5'likini pulu 2 milyon 800. 4'e 6'likini pulu 3 milyon 360. 4'e 7'likini pulu 3 milyon 920. 3'e 5'likini pulu 2 milyon 450. 3'e 6'likini pulu 2 milyon 940. 3'e 7'likini pulu 3 milyon 330. Bu gilamimizin sifatine 100% garantiya veremiz. Kvadratını 140 ming so'mdan xarid qilib ketaverasizlar sizlar. Biz Xorazmda eng xo'shu gilamlardan desangiz, shu Samarkand sak gilamlaridan yana tashab turibmiz. Hozir o'ta chiroyli ko'rinishini qarang. Bir tarafdan yarki bo'ldi, yana ochiq svetlar turibdi. Bu tarafini o'tsak, qarshi dönüp keladi. Sifatli gilam. Üstüne vajinglamaydi, искусственный emas. Modalar ham uyingizni ochib turadi. Hozirgi malakalaringizda dum tushib turadi. Güllarini görüşünüz mümkün. Yine börtüp işlengen nakışlar. 180 ming so'mlik gilamni 140 ming so'mdan xarid qilasiz. Xiva, Jalolot sak gilamlarında telefon nomerleri 91 437 75 54 gilamlardan bor. Endi bu gilamlardan hozir tasar kamalgan razmeringizni aytsangiz, iloji boricha topib dastavka qilib skladdan qarab, bo'lmasa zakaz bilan olishtirib beramiz. Kelaverasizlar. Optim narxlarda, chegirma narxlarda xarid qilaverasizlar gilamlarni. Kelaveringlar. Sifatli gilamlardan bor.